Diqqat aholiga tezkor xabar. Endi O'zbekistonda hujjatsiz mashinalarga gaz quyish taqiqlanadi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu ma'lumotdan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video ostidagi like va obuna bo'lish tugmachalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Siz bu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Barchangizga kattakon rahmat. Diqqat qiling. 1-sentyabrdan O'zbekistonda hujjatsiz avtomobillarga gaz quyish taqiqlanadi. Hukumat qaroriga ko'ra endilikda tegishli hujjatlari texnik ko'rikdan o'tganligi haqida ma'lumoti bo'lmagan, shuningdek eskirgan yoki sinovdan o'tmagan gaz ballonlari o'rnatilgan avtomobillarga gaz quyish taqiqlanadi. Gaz quyish shoxobchalarida buning uchun aqlli kameralar o'rnatiladi. Ular avtomobilni yagona avtomatlashtirilgan baza orqali darhol tekshiruvdan o'tkazadi. Agar avtomobil qora ro'yxatda bo'lsa, tizim gaz quyish jarayonini avtomat tarzda bloklaydi, deyiladi xabarda. Ushbu xabarni barcha mashinasi bor yaqinlaringizga yuborib ogohlantirib qo'ying. Aytgancha, videorolik ostidagi like va obuna bo'lish tugmachalarini bosib qo'yishlikni unutmang.